Voy yaxshayna. Uy. Bugun bir kun gilamchilik qilib tuqqanlar. Meniki bugungi bir kunlik ustozim. Mush gilam do'konining egisi, emas ish boshlab ketdimi ustam? Ketdik. Voy, ben chiqabilmadim. Voy, chiqabilmadim. Qanday ya? Qandaqa? Va bulanmatamda. Bu taze abdan sababli ama yerlerini abdan kötü kotarmakta. Yeni gilemde akbasa gitti bu ne? Kaydı biz kata sağsak oğuday. Abi oldu yaplayam Allah'ım. Ha, bilam hozir qolay. Ma gilemde ben imkan gilemde bir kalbim çıkınlar ittisak otta. Bu şolan hammani ma? Men qilibdim hammani. Aslı qillar. Qandaqa ma'allam, asamikna, gilam tuzma. Voy yaxshayna. Uy. Bu ma'allam bu. Asta. Bu qandaqa ma'allam pachaqli kun bo'lmaganda. Vaja. Asta. Vaja. Çatak yoktu ma'allam. Vaja. Oy bulam. Bulam. Gilamchilik qilmoq munda tasdi. Olim putlar saqolmaganligi balliqsina bo'ldi. Fukam ishni bo'lmaydi, qulamdan kelayotganini qilib turibman. Bunda gap tuqqanlar gilamchilik desam, men burun qanday o'ylatdim desanglar, bunda lobanjosda o'tsak. Qiyda kelsa, mausi ma bitirsa manchpul, manusquniki bitirsa manchpul deb bersam ish tugitgancha deb. Amaliy ichiga mush gilamchilik kasbining cho'kkandan keyin aninkini his qildim, mush kasbning uzishliq haqiqatan japar va ekan. Navoiylik qilib baqibdim, oshpazlik qilib baqibdim, gilamchilik qilib baqdim. Endi tuqqanlar qilmoqchi bo'lgan ishim 100 dona ishda 97si bor. Mening qashimdan menga shogird ulab, men bilan birga bir kun ish qilsin deyotgan tuqqanlarim, bevosita zo'ping ishlab chiqarsanglar, telefon nomeringni qoldirib qo'ysanglar, onam sizlar bilan aloqalashib bo'lsa aziz tuqqanlar, qo'llash ustidan bir ta yurganingni bilib qo'yinglar. Og'izlar qilib ketibdi, suvosim ichivasizlarmisiz? Menga kam yugurib aka. Mening ichgan suyim ukam siz topolmaysiz. Qanday suya ma'lummi? Ha? Qanday suya? Agar ko'ksib qo'y. Mana Mana o'zi divan shirkatidagi ishlab chiqargan Vita Max degan ichimlikka bunda eg'ir harakat qilganda yo bo'lmasa bir chekangni ta chiqqan chog'da mush ichimlikni bir ichsanglar, rostga qattiq puxodin chiqishlaringiz tuqqanlar bir ichmagan ichib boqinglar, yengida bozorga soldi, ba'zi do'konlarda bo'lmasligi mumkin, oz kundan keyin paydo bo'lib kelmoqma.